Azizlar, bugun sizlarning xizmatingizda elimiz suygan ustoz san'atkorimiz Xurshidbek Rasulovning shogirdlari, eslarimizning yorqin yulduzi Eldorbek Hakimov tomonidan chiroyli qo'shiqlarimiz taqdim etiladi. Marhamat. Kunimiz mana shu fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, fursatdan foydalanib bugungi kunlarimizga uzoq baxt saodat tilaymiz. To'yib kelgan aziz mehmonlarni ham xonadonlarida mana shunaqangi yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin. Sulton edi ziyofatlar berganimda, yuzsizlarga beminnatli yoqib ketdi. Omadim ham meni tashlab ketganida, oqibat ham ariqlarda oqib ketdi. Mehrsizga ko'ngil berish xato bo'ldi. Xiyonatdan bu yuragim ado bo'ldi. Na sevgida vafo ko'rdim, na bir do'stda. Oqibatan ariqlarda